Bugun 2-fevral. Ishongan tog'im, meni kuchim, akamning tug'ilgan kuni. Aka, men sizni yurakdan yaxshi ko'raman. Sizdan boshqa ishonadigan odamim yo'q. Yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham oldimda turgan. Daji hamma tashab ketgan paytda ham yo'q, ke ukam, oldimda yur. Oldimda tur. Sen meni jigarimsan degan yagona odam sizsiz. To'g'ri yoshlik qildim, sho'xlik qildim, og'ir gapirdim. Mana lekin hammasi baribir sizga ishonaman, sizni yaxshi ko'raman aka. Bu tug'ilgan kun insonni o'zini o'ziga anglatadigan kun ekan. Men shu paytgacha o'sdim, katta bo'ldim, aqlim kirdi, tushundimki yagona kuchim sizsiz. Men sizdan boshqasiga ishonmayman. Faqat sizga ishonaman aka. Qanaqa vaziyat bo'lsa ham, men birinchi akamga telefon qilaman. Aka, shunaqa vaziyat. O'shanda ham o'zida bo'lmasa ham, qayerdan bo'lsa ham topib, harakat qilib, hal qilib beradi. Aka, joningiz sog' bo'lsin. Bundaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Men sizni rosa yaxshi ko'raman aka. U to'g'ri o'zingizga aytolmagan bo'lishi mumkin. Aka, umringiz uzoq bo'lsin. Har doim oldimda bo'ling. Yeng. Ishlang. O'tirman. Yo, mayli ishlang. Qo'shib turaman. Ishlang. Yo'q, qochib.